Amerikaning Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Cenevadagi ishxonasida turishlik vakillar o'miki Xitoyning kishilik huquq xotirasiga qarab chiqish yig'ini haqida o'z to'r betida Uyg'urcha bayonot e'lon qildi. Shuning bilan birga yig'inda Amerikaning vakili Xitoyga nihoyat keskin talablarni o'tirg'a qo'ygan. U Xitoyga 8 tur bo'yicha fikr sungan bo'lib, uningda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatining hali ham davomlashayotganligini yana bir qatim ta'kidlagan. Amerika vakili mundaq degan: "Biz Xinjiangda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni butun Xitoy miqyosida, jumladan ishki Mo'ng'ul, Tibetda yuz berayotgan kishilik huquq dafsandichiliklarni, Hong Kongdagi kishilik huquq va negizlik erkinlikka hurmat qilishning yo'qligini, shundaqla chet ellardagi shaxslarni jimiqtirish uchun yurgizgan chegara halqagan bostirishlarni ayiblaymiz." Amerika vakili so'zda yana Xitoyning Sharq Turkistondagi barliq gunohsiz tutqunlarni qo'yib berishni, yotoqliq maktablarni o'z ichiga olgan majburiy assimilyatsiya siyosatini to'xtatishni talab qilgan. U yana mundaq degan: "Biz Xinjiangdagi majburiy emgak, majburiy to'ylashtirish, tug'ut cheklash, ayollarni tug'mas qilib etish, bola tushirish va oilalarni majburiy chorlashni to'xtatishni talab qilamiz. Shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xinjiang va Tibetga qarta to'salg'usiz holda va haqiqiy ma'noda tekshirilishiga yo'l qo'yilishini talab qilamiz." Sharq Turkistonning Qirg'iziston chegarasidagi Uchturpan noyisi 23 yanvar tong saharda ig'ir yer tavrash ofatiga uchirdi. Xitoy geologiyalik tekshirish doiralari tavrash kuchini 7.1 ball, Amerika geologiyalik tekshirish organi bo'lsa, tavrash kuchining 7 ball ekanligini qayd qilmoqda. Uyg'ur avtonom rayonlik jiddiy ahvollarni bostirish nazoratining 23 yanvar kechda o'tkazilgan axborot yig'inida Xitoy hukumat taratqularida ta'kidlanishicha, 23 yanvar kechida yuz bergan tavrashda jami 3 odam o'lgan, 5 odam yaralangan. Ammo doiralar bu qitimliq yer tavrashning tavrash kuchi nisbatan kuchlik, nisbatan keng rayonlarga ta'sir qilgan bo'lsa-mu, biroq uning ig'ir o'lim yetim voqealarni keltirib chiqarmaganligini qayd qilmoqda. 23 yanvar kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Cenevadagi bosh shtabida Xitoyning kishilik huquq vaziyatiga qarorlik qarab chiqish yig'ini boshlangan. Bu qitimliq baholashdimi Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi har qaysi yig'inlarga o'xshash Xitoy bilan munosabati yaxshi bo'lgan yoki iqtisodiy jihatdan Xitoyga tayangan davlatlar Xitoyning dokladini olqishlagan. Ular Xitoyning millionlagan kishilarni namratlikdan qutuldirganligini, kishilik huquqqa kapolatlik qilganlik deb madiylagan. Demokratik davlatlarning vakillari bo'lsa, Xitoyning kishilik huquq xotirasiga bo'lgan andishlarini o'tirg'a qo'ygan. Demokratik davlatlar Uyg'urlar haqida to'xtalganda, birdek Xitoydan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarligining Uyg'ur rayoni haqidagi dokladidagi fikr takliflarini amallashtirishni talab qilgan. Bu davlatlar Amerika, Angliya, Kanada, Isroiliya, Avstraliya, Avstriya, Shvetsariya qatorliqlar bo'lib, ular Xitoy hukumatining Uyg'urlarga tutayotgan muomalasini maxsus tilga olgan. Turkiya vakili bo'lsa, yig'indagi so'zida Xitoy hukumatining barliq fuqarolarning, jumladan Uyg'urlarning huquqiga kapolatlik qilishi lozimligini tilga olgan. Turkiya Buyuk Milliy Majlisi 287 bilet bilan Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga a'zo bo'lishini tasdiqladi. O'qituvchi partiyalar hukumatni tuturuqsiz tashqi siyosat yo'lga qo'ydi deb aybladi va ba'zi partiyalar qarshi bilet tashildi. Turkiya parlamentida qabul qilingan Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga kirish kelishimi keyingi bosqichda prezident Erdo'g'anning imzosi va rasmiy gazetda e'lon qilinishi bilan kuchga ega bo'ladi. Layoqatlik emgak kuchi farqini kichikiltish uchun har qaysi davlatlar bilan suhbatlashayotgan Germaniya bu qatim Vyetnam bilan hamkorlashdi. Hosil qilingan kelishim Vyetnamning layoqatlik emgak kuchlarini Germaniyaga yetaklashni maqsad qiladi. Germaniya prezidenti Frank-Walter
Vyetnam safariga Emgak ministri Hubertus Xir va savdo dunyosidagi vakillar o'migi hamroh bo'ldi. İki davlatning emgak ministrlari Vyetnamning layoqatli emgak kuchlarini Germaniyaga yetaklashda hamkorlikni kuchaytirish to'g'risida kelishim imzoladi. Norvegiya tashqi ishlar ministri Estin Barth Eid va Belgiyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimlik vakili Filippe Gredelka G'azzada jiddiy urush to'xtatishni talab qildi hamda rayondagi insonparvarlik krizisining kundan kunga cho'nqirilishayotganligini ko'rsatdi. Eydi bilan Gredelka Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashida o'tkazilgan Falastin masalasi bo'yicha yuqori darajalik bir yig'inda so'z qilganda yuqoriqalarni bildirdi.